إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli körümen kardeşler, bugünkü dersimizde vesile hakkında toxtalımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve bettegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. İyi iman etqanlar, maqsadga erişişinglar üçün Allah'ni qorqinglar. Unuğa yığışning yo'lini tutinglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Vesile duoning yoki hojatning ravo bo'lishi uchun o'zi bilan Alloh taolaning o'tirisida biror narsani vosita qilib orqa silish, shipi keltirish ya'ni deganlikdir. Vesile uch turlik bo'ldi. Biri yo'l qo'yilgan vesile, ya'ni buyurilgan vesile. İkincisi men'i qilingan vesile. Üçüncüsü dinimizde buyurulmagan, dinimizde əslisi yok vesile. Yani buyurulgan vesile qaysi degende, buyurulgan vesile Kur'an-ı Kerim'de kelgen, ya ki hadis, sahih hadislerde bayan kılıngan, ya ki sahabeler ve ülgülük zatlar kullanılan vesile. Bu bir qancha türlük buldu. Birincisi her kim üzününki imanını, Allah Teala'ya boğan Çin imanını vesile kılışı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin imanını vesile qilib dua qilganligini ve duasının icabet bo'lganligini bayon qilgan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an rabbikum fa amanna faghfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Rabbimiz biz hakikaten bir çağırgıçının Rabbinglarga iman etinglar deb imonga chaqirganligini anladık, iman etdik. Rab bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'qqa chiqargin, bizni yaxshilar qatorida vafot qildirgin deydi. Yuqorqi oyatlarga agashtirib yana mundaq deydi. Fastajaba lahum robbuhum. Robbi ularning duosini ijobat qildi. Ya'ni o'zining yaxshi amalni, iymonini vasila qilib duo qilgandan keyin Alloh taolo ularning duosini ijobat qildi. İkincisi Allah Teala'nın birlikini ve nufsallarının pak ekanligini vesile qilish. Fanada fi zulumati alla ilahe illa ente subhanak inni kuntu minez zalimin. Yunus aleyhisselam yani o karanlıkta Rabbim senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen cimri kemçiliklerden paktursan. Sen hakikaten uluksan. Men üzümge zulüm kılgıçlardan boldum deb nida qildi. Keyingi ayette mundaq degan. Fastejabna lahu ve neceynahu minel gammi ve kezalike nunjil mu'minin. Yani onun duasını icabet kıldık, onu gamdan xalas kıldık. Yani beliqning içideki gamdan, içide qalgan gamdan xalas kıldık. Müminlerini biz ana şunda qutquzamiz. Üçüncüsü Allah Teala'nın mübarek isimlerini vesile qilish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua qilganda Resulullah'ın isim sıfatlarını vesile qilib dua qilatdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala velillahil esmaul husna fed'uhu biha degan yani Allah'ın güzel isimleri var. Allah Teala'nın şu güzel isimleri çağırınlar, şu güzel isimleri bilen atanlar. Onundakin her kim özünün yaxşı, yaman emel ibadetlerini vesile kılışı. Mesela namaz okuş, roza tutuş, Kur'an okuş, ata-ananı yaxşılık qilish, balalarni yaxshi o'qitish, balalarni islom tarbiyasida yaxshi tarbiyalash, halol rizq uchun ishlash deganga o'xshash yaxshi amallar. Uningdan keyin gunohdan saqlanganligini, Allohning roziligini ko'zlab, gunohni tark etganligini vesile qilish. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Payg'ambar islom Beni İsrail'de boğan bundaq bir qissini bayan qilib bergan. 3 nafar kishi yo'lda ketib qolganda qattiq yomg'ir yog'ib ketdi. Shuning bilan ular bir o'nkirga kirib oldi. O'nkirga kirib olgandan keyin yuqoridan bir tosh yomilab kelib, bu o'nkirning eg'izini itib oldi. Yo'g'on tosh endi ular chiqishi mumkin emas, chiqolmaydi endi. Shuning bilan bular qanday qildik endi? Ya bizni qutqizadigan odam yo'q, ya hech kim bizni bilmaydi, qanday qilishimiz kerak deb dunyoning butun sabablaridan
ümidi üzülgenken her biringlar Allah Teala'ga Allah Teala için halis kılgan bir amelinglarni yani şunu vesile kılinglar deb shunda deydi. Demek bu yerden her qanday bir müminning beshiga kun kelganda Alloh taologa ashuni vesile qilib turib duo qilishga tegishlik bo'lgan shundoq bir qancha amallar bo'lishi kerak. Unutilmas amallar bo'lishi kerak. Uni o'zini biladi inson. Unutib qolmaydi andaq ishlarini. Ashundoq amallar cho'qim bo'lishi kerak. Bu xuddi bankada qolib qo'ygan zapas pulga o'xshash. Kerak bo'lganda beshinga kun kelgan chog'da xaylayman deb qolib qo'ygan o'xshash. Nayt muhim gap. Shuning bilan ular duo qilishga boshlaydi. Birisi deydi Allah Teala qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, mening ota-onam bor va kichik bolamni bor. Har kuni qo'y vaqib kelib, ota-onam uxlab qolishdan burun ularni shu sut bilan sug'ratdim. Bir kuni kechrak kelib qoldim, qarasam ular uxlab qolibdi. Shu sutni beshida tutib turib, tong atqicha aynda kutib turdim. O'g'itay desam, ularni o'g'itib etishga qiymadim. Shuni ular aynda turdim. Ular o'g'angandan keyin ularni sug'ardim. Agar mushu ishlarni men sening roziliging uchun qildim. Agar mushu ishlarim qabul bo'lgan bo'lsa, sening dargohingda mushuni vasila qilib, sendan tilayman, mushu g'arning eg'izini ichib etgan deydi. Azroq ichildi, yuchuq ichildi azroq. Yuruq kirdi. Uni ikkinchi kishi duo qildi. Ey Alloh, meningki tog'amning qizini men yaxshi ko'rib qolgandim. Uni bek yaxshi ko'ratdim. Bir kuni uni bilan yomon ish qilishni talab qilgandim, u qat'iy unimadi. Şuna göre küllerinin biri de onun beşiğine ait ağır bir gün kirip o ciddi pulga ihtiyacı bulup kaldı. Şuna ben onunla 120 dinar altını şu ihtiyacımı şunu yardım kıldım. Şuna olan o benim talebimge makul bulkan oldu. Ben yaman iş kılışka atlangan çağında, yüzlengen çağında o kız dedi bu amanetini sen üzünün yolu bilen almasan bo'lmaydi o. Bunda qilish haram dedi. Shuningdek bu shunda deganiki bu gapi menga ta'sir qildi. Allohdan qo'rqdim, yomon niyatimdan yondim, oltinimni berib etdim va zinodan yondim deydi. Men mushuni vasila qilib, mushu amalim, gunohdan yongan amalim sizning dargohingda qabul bo'lgan bo'lsa, biz mushuning xotirasidan bizni musha bizga bir yo'riqliq, ya'ni bizga mushu chiqish yo'li bergan deb duo. G'arning ishki biroz echildi. Yani yok qag'aya taqilib qag'aya echildi, biroq adam patquchlik emas darajada echildi. Onun üçüncü kişi dua qildi. Ey Allah, men jiq odamlarni bunda nimada chorvachilikda qo'yib vaqtda ishlatgandim. Bir kun bir odam ishlab, o'zining haqqini olmay ketib qoldi, aldirab ketib qoldi. Shuning bilan ben bu odamningki haqqiga, ish haqqiga aynda qo'y, mol ep qo'yib, yillarcha buni shu saqladim. Bu yüzü küpiyep cık oldu. Bir günü o adam geldi deydi. Kelip ve şu bir zamanda sandı işlep hakkını amay gittim, hakkını ağıl geldim dedi. Ben şu an aşı tağda otlavatkan koy, kala, tüge aşının hemmesi sinin desem sen beni mesxir kılatamsa ben onu sinin binersen demedim. Ben üzerinin hakkını talep kılavatım şu çağdaki iş hakkını be dedim dedi. Şuna olan ben seni mesxir kılmadım. Senin şu çağdaki ish haqqingga mal ep qo'ygandim. Yillardan beri mushunda ko'payib mushunda bo'lib ketdi. Hammasi sening og'in dedim. U odam birini qo'ymay hammani elib ketdi. Mushu qilgan ishim sening dargohingda agar qabul bo'lgan bo'lsa, mushuni vasila qilib duo qilamizki, bizni mushan chiqarib etgan, mushu g'arning eg'izini echib etgan deb Alloh taolo shuni vasila qildi. Shuni g'arning eg'izi butunlay echildi, ular saq chiqdi. Demak hamda bir odamning Allah Teala'ga beşeri gün kelgen çağda vesile kıldıgan çokum bir yaxşı amelleri buluş gerek endi. Onun için Allah Teala'nınki süpetlerini vesile kılış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılganda ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağisu dedi. Hemişe tirik turguchi, hemen idare qilib turguchi Allah senin rahmetinge tayinib senden yardım tilayman degan. Yani onun için men'i qilgan vesile qandaq desa, ya İmam Gavsul Azam, ya to'rt imamlar, ya İmam Jafari Tayran degan o'xshash bizning vatanlik ba'zida aytgan o'xshash. Yoki chiqib Alloh taoloning boshqining ismini atab endi, haqiqat payg'ambarning atasini, farishtaning atasini, ya faloni menga yordam qilgan deganga o'xshash bunda ularni vesile qilish durust emas, men'i qilingan vesilening qatorida.
Endi üçüncüsü dinimiz delil bo'lmagan vasile deganimiz endi man'i qilinganligi yoki buyurilganligi haqida hech qanday delil yo'q endi. Masalan endi Payg'ambar islomning hadislarida yoki ulguli kishilarning duolarida o'rniga kelmagan turdagi duolar. Masalan, Alloh falonining haqqi hurmati uchun mening duoyimni ijobat qilgin yoki mening gunohimni degan. O'zininki amalininki hurmati emas, falonining deb endi. Bu to'g'rida yoki to'silgan yoki yo'l qo'yilgan to'g'risida hech qanday nima kelmagan. Shunga Saudiya Arabistonining fatvo ishlar komitetidagi katta ulamolar ey Allah payg'ambaringning haqqi hurmati bilan deb duo qilsa bo'lamdi bo'lmamdi degan savolga javob berib, duoda ey Allah payg'ambaringning haqqi hurmati yoki barakati yoki u yuzidan mening duoyimni qabul qilgin deb duo qilish gerçi şirk sanalmaydı, şirk emas, günah emas. Ama günahga berip qilish ehtimoli bor. Çünkü bununki Kur'an ve sünneti örneği yok deb javob bergan. Demek endi Peygamber Aleyhisselam'ı vesile qilishga bo'ldi. Elbette vesile qilishga bo'ldi. Ama qanday vesile qilamiz? Peygamber Aleyhisselam'a bo'lgan bizning iymonimizni, muhabbetimizni, ixlosimizni ve bağlılıkligimizni oshlarni vesile qilib, ey Allah, men sening peygamberingga mushunda ixlos qilaman, mushunda yaxshi ko'raman, uning yo'lida mushunda manaman. Şunun yüzüsüden meningki tilaklarimni bergin deb duo qilsak, oxirgi hisobda o'zimizning yaxshi amalni vasila qilgan bo'lamiz. Ya'ni eng yaxshi, eng garantiylik vasila o'zimizning amalni vasila qilgan bo'lamiz eng oxirda. Demak, vasila shunday ikki turlik, uch turlik bo'ldi. Bir yo'l qo'yilgan vasila. Qur'on Karimda, hadisda delili kelgan, o'rniki kelgan, sahobalar qo'llangan. Ikkinchisi man'i qilingan. Alloh taolaning boshqa birini yo deb nido bilan chaqirib madad so'rash. Bu man'i qilingan vasila. Uchinchisi delil yo'q. Falonining hurmati uchun. O falonning hurmati o'ziga ya'ni. Falonning hurmati uchun mening duoyimni ijobat qilgan degan gap endi o'ninki hurmati bo'lsa o'ziga bo'ldi. Biz o'zimizningki shuningga bo'lgan hurmatimizni yoki ixlosimizni yoki iymonimizni yoki qandaqla o'zimizning sodir bo'lgan bir amalni vasila qilsak durust bo'ladi. Alloh taolo hammamizni to'g'ri ish qilishga va to'g'ri yo'lda menishga, to'g'ri vasilani qo'llanishga muyassar qilsin. Hurmatli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta yana mush soatda birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.